Hammaga salom do'stlar. Bugun ikkinchi qismi men chiqishim kerak. Oldimga chiqdim. Mana quruq joylik. Hop. Do'stlar, nihoyat chiqdim. Qorong'i tushib ketdi. Mashinam ham yo'q endi. Nima qilamiz endi? Hech kim odam yo'q bo'lsa. Shu yerda o'tirish kerak-da endi. To'g'rimi? Uyqum keldi. Tap-tara bo'ldi hammasi. Charchadim endi. Ko'prikdan o'tib olay. Hadda mana joy bor ekan. Charchadim rostayam. Mashinam yo'q endi, uyga qanday yetib boraman? Yurish kerak. Rostayam charchadim. Tezroq yetib boray endi. Alo, 99 kunlikmidi bu yerda? Issiq olyapman. Uxlagich joy. Uxlagich joymi? Mana uxlagich joy. Eshigi yo'q. Ham uxlagich joy-a? Tushunmadim juda. Do'stlar, kanalga like qo'ying bosing. Marshmallow hadda ovqat bor ekan. O'tiraman shu yerda. Isitib. Yeganda. Yum. Ovqat yeb bo'ldi. Endi o'tiray suv ichib. Bu nimaga ekan? Mana qo'yib qo'y. Suv olaman. İçemem. Bol suyu koy. Düşemem. Tortuma böyle halak birer. Şöyle durursun. Onun neydi? Skоворodka. Tohum pişiriş için mi? Kayda pişiremem. Şunun üstüne pişiremem. Tohum var mı? Savalda. Tohum. Sumkamda bor edi men. Tohum. Popcorn var mı? Popcorn olay. Popcorn yiyip oturayım. Popcorn üstü Bak. Yiyeyim. Yum. Buldu. Üstüye koyayım da popcorn. Pasta uxlasam tepadami? Tepada uxlayveray. Yo'q, pasta. Burada uxlab bo'lmayapti, kallam sig'mayapti. Hozir o'zimda bitta kravat bor edi. Uxlaydigan. Yo'q, buni sotib olish kerak. Endi nima qilsam ekan, do'stlar? Dars charchadi. Dahshat. Uxlagim ketyapti. Sut ochib olindimi? Ko'rdinglarmi sizlar ham? Mayli. Do'stlar, yerda uxlab qopman-ku. Yerda uxlay. Uxlamayapman.
Yerda oturaman. Pish. Pish. Qo'ymayapman men. Mayli. Unda o'ynayman. Kumbishdim. Qo'shiq kerak-da. Mayli. Uyga qanday boraman? Bugun chorshanba ekan. Qaydaman tepada Wednesday turibdi. Tezroq chiqsin-da kun. Mayli. Shunday o'tiraveray endi. O ertalab tushdi. Ana yo'llar. Tezroq yugurishim kerak. O'tiray. Endi avtobus kelishini qanday kutaman? Voy. Avtobus kelishini qaytib kutaman endi. Do'stlar. Qachongacha kutaman? Shuncha mashinama. Keldi avtobus. Voy. Avtobus avariya bo'lib ketdi. Voy, men tushamayapman avtobusdan. Avtobus nima endi bu unaqa bo'ldi? Yo, avtobus o'qib qoldimi? Endi avtobus keldi. Avtobus qayerga boradi ekan o'zi? Endi mana shu taraflarga boradi. Mashina ichida avtobus ichida o'tirib ketibman. Uzoq yo'l hali. Bu yoqqacha borguncha do'stlar. Oho, qachon yetib boradi avtobus? Ana uylar ko'rdim. Shularga tushib ko'rsammikan? Shularga tushib qoling. Hop. Do'stlar. Mana avtobus qaranglar, avtobusdan zo'r. Eshik ochilar ekan-ku. Derazasidan chiqib ketdim. Bu nima? Bunker uymi? Kirib ko'ray. Qayer bo'ldi bu? Voy, men qo'rqyapman. Endi chiqish yo'li qayer? O'shoqdan chiqaman men. Voy, dahso qo'rqinchli do'stlar. Nega ham kirdim ichiga? Divan kim qo'ydi ekan? Boraveray oxirigacha. Voy, tashqari. Uymi? Maktab-ku bu edi. Tepaga chiqib qoldim. Nihoyat. Endi mashina olishga borishim kerak. Bunga faqat mana mashinachani berar ekan. Albatta yurar ekan-ku. Mayli. 160 tezlikda yurar ekan faqat. Voy! Yurishini qaranglar do'stlar. 160 tezlikda. Voy, lekin zo'r mashina emasda. Yo, 160 dan pasaytirish kerak. Qilay. Bo'ldi. Yuzam dahshat yurardik. Ichida o'tib ketsam bo'lmasmidi? Do'stlar, ketdigina samolyotga.
samolyotda boshqa davlatga uchib borish kerak. Voy, alam balo ketyapti. Qanaqa mashinacha bu? Mashina emas, kichkinalardagi. Sal bo'yim kichkina bo'lay-ya. O'zim kallam ezilib qolyapti. Sal kichkina bo'lay. Shuncha muncha. Qarang men kichkinaligimni. Mana shu bo'ladi. Qizi bilan qaranglar, qanday chiqaman qizicha bilan. Mayli. O'tiramiz. Shundan kallam ozgincha chiqib qolyapti. Yo'q, uni kichkina bo'lib oldim. Yana sal pasaytirish kerak endi. 40 ta tursa. Voy, yana qotyapti. Qotyapti. Qayerga boramiz? Ko'chada aylanib yuramiz. Hamma kulsa kerak-a? Kafe? Qornim ochadi kakras. Şöyle kirayın. Yok, ben şöyle kirayın. Assalomu alaykum, bratishkan. Nima qilib yotibsiz bu yerda? Qor o'ynayapsizmi? Bratishkan? Voy. Hozir kecha qorong'uda uyutgan. Sho'lashdimi? Yo'q, Rustakam kafe. O'tiray. Voy, mazza qilib qo'yman ekanda. Bir o'zim mazza. Ketdim. Ey, ofitsiantmisan? Pichinasini yem kelyapti. O'tiraman. Ketdim chuquray. Etajga. Xullas do'stlar, ikkinchi qismini ham sizlarga taqdim etaman. Videoga like va obuna bo'lsanglar, tushib ketdim. Uchinchi qismini chiqishni xohlasanglar va Rostakamga yana like va obuna bo'lsanglar. Hammaga xayr. Uchinchi qismini ko'rishguncha.